Yo'q, bolalar. Bugun sizlar bilan Jeko Craft bo'ladi. Bugungi videoda biz arrodan modini o'rnatishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib Play Marketga kirib olamiz. Qidiruvga o'tib bu yerga katta bilan mam deb yozamiz. Va mana shu birinchidagini kirasizlar. O'rnatasizlar. Sizlarga qanday qilib Minecraftga o'rnatishlarini ham ko'rsatib beraman. Tezroq o'rnatilsaydi. Mana o'rnatildi. Endi ochish tugmasini bosamiz. Buni kirib olamiz. Albatta hozir yeringizni so'raydi. Hozir yerini tanlayman. Ne kirmayapti bu? Ne kirmayapti? Qaytadan kiramiz. Mana kirayapti. Albatta bu yilni tanlayversalar, meni yilim 2011 deb qo'ying. Ruxsatni bosasizlar va addonsga o'tasizlar. Mana tepadagi addonsga o'tib, anadan qidiruvga chainsaw deb yozasizlar. Chainsaw. Mana tepadagi chainsaw deb yozasizlar va qidirishni boshlasizlar. Endi esa pastroqqa tushasizlar. Mana xuddi mana shuni o'rnatasizlar. Mana shuni o'rtadagisini o'rnatasizlar. Boshqasi bo'lmaydi. Mana shuni o'rnatasizlar. Anadan downloadni bosasizlar. Downloadni bosasizlar. Voy reklama. Va mana o'rnatiladi. Open Game'ni bosasizlar. Anadan biz Minecraftni tanlaysizlar va Minecraftga kirib ketadi o'zi. Buni prinsessa degan bir qiz so'ragan ekan. Shuni chiqaryapman. Telegram kanalimda ham tashlayman. O'tib olsanglar ham bo'ladi. Bundan ham o'rgatyapman-da olishni. Sonra kirdim ben. Minecraft'ın 1.20 versiya maniki. 1.20.0 Bitta Azizbek degan bola ana shu judayam jahon chiqaryapti-da. Yosh bolasan deb. Men yosh bola emasman. Sendan bitta yosh kichkinaman bo'lgani. Asabga tegasan. Keyin mana shu har bitta serveringizni mana shuni qalamchaga bosasizlar. Va maytdan mana shuni tanlaysizlar. Mana xuddi mana shu chiqadi. Mana shuni tanlab aktivni bosib, konteyner tugmasini bosib o'tdim. Mana endi o'tdim. Mana yo'qotib qo'yamiz.
Bittadan ham tanlaymiz onu. Bittadan ham aktiv qo'yamiz. Va keyin bitta nimasi bor. Ishdan pastga tushasizlarmi? Mana shularni hammasini mana shuni yoqib qo'yasizlar. Keyin 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 mana shuni yoqib qo'yasizlar. Bo'ldi. Shunda qurolisidan ostilarga yoqib ko'rsataman. Hammasini yoqamiz. Qarab turinglar. Keyin mana shu server chiqar, shuni serverni qalamchasiga bosasizlar. Buni bittadan kreativni tanlab qo'yasizlar. Yoqildi. Mana shuni hammasini yoqib chiqasizlar do'stlar. Mana shu yergacha yoqib chiqasizlar va playni bosasizlar. 4 tama. Bu video endi rekka chiqsa bo'ldi. Kiradi hozir. Keyin qanday qilib odamga aylanishni ko'rsataman. So'raganlaringiz uchun yig'lab so'radingizlar, shuning uchun qilyapman. Gapimga xafa o'tirmayman. Hazillashdim prosta. Ana kiradi. Davay. Nima bo'ldi? Ana kiradi. Let's go desa kirgan. Kiradi. Kirisa. Men mana shu yerdan bayon olaman. Shitdan chiqolmayman. Boshqa dunyo. Ketib hozir o'rgataman sizlarga. Jonga tegding-ku. Yo'qot. O'z olamimga qaytaman. Wow. Nimaga kirmaydi endi? Qachon kiradi? Mana kirdi. Mana qaranglar. Mana shunga kirib, mana bu yerdan mana shu tuxumlar bo'limiga o'tasizlarmi? Pastga tushirib, oxiri modga nima bo'ldi? Mod cho'ta ishlamayaptimi? Bo'lay. Ola mod mana bunda ishlaydi-da hozir. Video ham rasvo bo'ldi-ku. Boya ko'rsatgandek qilib mana shunday qilasizlar. Men mana shu o'zim serverim bor, ana shunga kiraman. Zapis ketyaptimi? Ketyapti ekan. Abonlukan. Hozir kiryapti do'stlar. Kirsam keyin sizlarga o'rgataman. Qanday qilib
Pachittoni qo'lga o'rgatib, qanday qilib har odamga aylanishini ko'rsam hozir. Ana do'stlar, mana. Ana shundan kreativ o'ynaydi. Bola, Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Kimga skin yasab beray? Chiroyli skinlar mana shunday yaratish kerak bo'lsa, menga murojaat qilsanglar, albatta yasab beraman. Mana do'stlar, endi mana shu yerdan ana shu bo'limda tuxumlar bo'limiga o'tasizlar. Mana shu yerdan hozir olaverib tuxum chiqadi. Mana xuddi mana shu tuxumni olasizlar va qo'yasizlar. Mana pachitto paydo bo'ladi. Endi uni o'rgatish uchun mana shu qilichlar bo'limiga o'tib, mana shu yerdan boya aytgan narsalarimni yoqqan bo'lsanglar, mana shu narsani olib pachittoga yedirasizlar. Mana yedi. Endi esa buni tashlab turaydi. Menga kerak emas. Endi esa buni olib, mana o'tirib olib, tepaga uchasizlar. O'lib orasizlar, keyin tepaga uchib. Mana shunday survivalga o'lib orasizlar. Ne bakamadı. Jonga tegdi boru. Tamam. Shundan survivalga o'tasizlar. Mana o'ladi. Hozir mana qorong'i bo'ladi-da. Shunda mana shu yip paydo bo'lasizlar. Va mana shu video tugancha mana u o'ladi. Sizlarda mana shunday narsa paydo bo'ladi, hozir ko'rsataman. Hozir bolalar sabr qilib turinglar. Tez tugatmoqchiman-da bu videoni. Hozir bolalar mana yip chiqadi. Mana shu inventariyalarda mana shu yerlarda yip chiqadi. Mana shuni ekranni bosib tursizlar. Mana ko'rdinglar? Keyin mana blood degan bor-ku, ana shu sonini ko'paytirishni o'rgataman sizlarga. Mana bu qidiruv bo'limiga o'tasizlar va bitta hozir o'rgataman. Mana bunday qo'yasizlar va hozir Bolalar keyingi safar o'rgatarman uni ko'paytirishni. Hozir esimda yo'q-da. Keyinroq o'rgatarman. Mayli bolalar, o'rgandinglar degan umiddaman. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Mana ko'rdinglar? Mana shunday mendek qilasizlar va o'xshaydi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Barchaga xayr.